Assalamu alaikum, hürmetli tomoshabinlar. Mana bugun adabiy umr nomli ko'rishga qatnashib o'tganimga nihoyat xursand. Bu loyihani qalbimga og'rib tashkillaganga nihoyat xursand bo'ldim. Men uchun bu loyiha bizning Uyg'ur adabiyotimizning taraqqiy etishiga o'zining bir alayda bir ulushini qo'shadi deb o'ylayman va qalbimga og'ribni şu loyiha bilan tabriklayman. Endi bizning hurmatli va ko'p kutilgan ataqli shoirimiz Jamshid akam bu estafetni menga berdi. Men shu munosabat bilan hurmatli akam bizning ko'p kutilgan shoirimiz Jamshid akamga ko'p rahmatlarni aytib, tuanda sizlarning diqqatingizga o'zimning bir ikki san'atlardan o'qib bermoqchiman. Uyg'urman. Men Uyg'urman, ko'k osmondan ko'ringan, qanot qaqsam parvozlarim uzilmas, egizlikka doim yana talpingan, tog'lar kabi mangulikka o'rilmas. Ochiq qismat asr bo'yi oqamdan, qolmay kelsa erkinlikni bermasdan, avlodiman tiz bukmas bir ajdodning, men yetiman erkinlikka o'lmasdan. G'ururumni o'ralmagan bu qismat, ming yil bo'yi jafo topgan o'z xalqim, o'chmas menda xalqim uchun sadaqat, Uyg'ur bo'lib topgan shuna o'z baxtim. Zimin tavrab o'rilsimi bu jahon, men Uyg'urman, o'lmas bo'lib tug'ilgan. Endi bu loyihani ko'rayotgan yoshlarimiz bo'lishi kerak. Şu munosabatlar muhabbet to'g'riliq she'r o'qimoqchiman. Deymu seni, ko'zlaringni ko'rganda qariqat deymu seni, lavlaringdan so'yganda jinastam deymu seni, tabassum aylab menga yuzingda quyosh kabi, ichilib ketsang agar guldastam deymu seni, yoshlik bilan muhabbat tankash ekan hayotga, nafratni qayirib qo'yib farizat deymu seni, nazlanib chiqsang agar bu as qoldi qayoqda, havasimni uyg'otgan ko'ngli shod deymu seni, ko'rib gullab ketibdi seni kuygan chig'imda, demak mening hayotim yoshlik bo'lib ichildi. Baxtliman har qachon go'zal hayot beg'imda, seni desam Guljamol yurak sana egildi. Bu alamda sen kabi canan yok deymu seni, jundungni manga bersang sho'x yaran deymu seni. Rahmat. Endi bu adabiy estafetini bizning hurmatli satirik yozuvchimiz Abduxoliq Mahmudovga tavsiya qilaman. Rahmat.